Men o'zim musofirdaman, ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. Sizlarning firmalaring tomonidan, ya'ni Hikmat Travel tomonidan ota-onamni Umra safariga jo'natsam qanaqa bo'ladi? U joyda turib men qanday to'lovlar amalga oshirsam bo'ladi degan obunachilarimiz uchun xudo xolasa sizlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa sizlarga to'liq qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Abdug'affor akani oldiga yetib kelganmiz. Anchadan beri akamizdan xudo xolasa videolar qilyapmiz. Ko'pchilik borib haqlariga duo qilishyapti. Xudo xolasa zo'r kompaniya ekan deb. Videoni oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni olib beramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka musofirda yurganlar uchun alohida video tayyorlayapmiz. Ota-onamni, yaqinlarimni Umra safariga jo'natmoqchiman. To'lov shartlari qanaqa bo'lyapti? Sizlarda narxlar qanaqa, arzonmi, qimmatmi atrofga qaraganda, o'zi litsenziyalaring bormi deganlar uchun bitta to'liq ma'lumot bersangiz endi aka. Xo'p bo'ladi. Xo'p, narxlarimiz arzonlashdi. Toshkent $950, Vodiy $990. 990 narxidan boshlaydi birinchi. Xo'p, kunlari qaysi kunlarga Vodiy diyorlar uchun Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz $950 dan qilib qo'ydik. Bemalol uchaverasizlar xudo xolasa. Kunlari 16-iyul kuni bor, 20-chi bor, 23, 27, 30-iyul kunlari Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz bor. Xo'p, Farg'onadan uchaman, Vodiydan uchaman deydiganlar uchun Farg'ona Jidda yo'nalishi bo'yicha primoy reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $990 qilib beramiz. Xo'p, kunlari 17, 21, 24-iyul, 28, 31-iyul kunlari reyslarimiz bor. Musofirda yurganlar uchun xo'p, mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Masalan, ota-onalaringizni jo'natmoqchimisizlar yoki o'zlaring oilaviy bormoqchimisizlar? Masalan, men kuni boraman O'zbekistonga aka, men 2 kundan keyin Umraga ketishim kerak deydiganlar uchun pasportlarni shunday tashlab bersalaring, biz joylaringni bron qilib, hamma yo'l tayyor qilib turamiz. Uylarga kelasizlar va aeroportga chiqib bemalol uchib ketaverasizlar. Qanaqa yo'nalish bo'yicha bizga aytib qo'ysalaring bo'ldi. Shularni hamma yo'lni sizlar uchun biz to'g'rilab turamiz. Sizlar kelib uchib bersalaring bo'ldi, xudo xolasa. Zo'r. O'zi musofirda yurganlarga qizil pasportlari bo'ladi. Shunday rasmiy yo'lda tashlasa bo'ldi. Bilet, viza hamma narsasini to'g'rilab berasizlar. Uydagilar ham bormoqchi bo'ladigan bo'lsa, uydagilarni ham qizil pasportlarni tashlab berishsa, tayyor qilib berasizlar. Vizalarni qilib, biletlarni qilib, joylarni hamma yo'g'ini cho'tki qilib tayyorlab beramiz. O'zbekistonga keladi. Xolasa 1-2 kun dam olsin, keyin chiqib ketadigan chislosiga to'g'rilaymiz. Xolasa kelib vaqt ketmoqchiman deydiganlar uchun O'zbekistonga keladi. Bu aeroportdan xudo xolasa u soatlarini, nimalarni hammasini kelishamiz. Bir kun aqabaqa bo'ladi, uchib ketishaveradi Madina Munavvaraga. Xudo xolasa Jiddaga. Endi borgandan keyin sharoitlari qanaqa endi aka? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada gastinisalarimiz uzoqligi 200-300 metr. Xo'p, Makka Mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Qaysi gastinisamiz bo'sh bo'lsa, o'sha gastinisамizga tushaveradi, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Keyin Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, endi 50 bosh xizmati aeroportdan xudo xolasa 50 boshimiz birga borib birga kelishadi, xudo xolasa. Bilmagan narsalarni hammasini xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rgatishadi. O'rgatishadi, xudo xolasa. O'rgatishadi, zo'r. Endi firma tomonidan yana nimalar beriladi deydiganlar uchun o'sha hamma bilgan o'sha kamzil, so'mka, bejik beriladi. Vizalar qo'llariga chiqarib beramiz. 5 litr zamzam suv qaytilayotganda xudo xolasa bonus sifatida beriladi. Bonus sifatida beriladi, xudo xolasa. Endi to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun to'lovlarimiz respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Xolasa ofisimizga borib to'lov qilishsin. Bular Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo'q, biz atlar uzoqlik qiladi u joylar deydiganlar uchun mana shu nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Onlayn bronlar qilsak ham bo'laveradi. Bu qanaqa bo'ladi deydiganlar uchun qizil pasportlaringni rasmga olib tashlaysizlar. Rasmiy hisob raqamlar beramiz. Bank orqali shotimizga xohlasalaringiz zakolat sifatida jichchagina pul tashlaylar. Xohlasalaring polni hammasini to'laylar. Farqi yo'q bizga. Sizlarga qaysi bir udobli bo'lsa, o'shani qilib beramiz. Qolganini aeroportga borib to'laverasizlar. Muammo emas, xudo xolasa. Zo'r.
Menimcha hamma ma'lumot berdi degan umiddaman. Agar qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib olinglar. O'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapman. Qanaqa savol tug'ilgan bo'lsa aloqaga chiqsalar ham xudo xohlasa. Yana bir narsa esdan chiqibdi uka. 4 kishidan oshib boradiganlarga mana shu narxlardan ham chegirma qilib beramiz. Yana chegirmalar bor, aytilgan narxlardan xudo xohlasa. Aytilgan narxdan ham yana jindaydan chegirma qilib beramiz. Zo'r. 4 kishidan oshib boradiganlar. Hoziroq aloqaga chiqib, xudo xohlasa joylaringizni bron qilinglar. Sizlarga chiroyli narxlarda xudo xohlasa qilib beradi. Aytib o'tgandek, ko'pchilik bo'lib bormoqchi bo'lganlarga ham skidkalar bor. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.